Assalomu alaykum, hurmatli guruhdoshlar. Mana Muhammadjon plantonlarini birgalikda test qilamiz. Test jarayonlarini birgalikda tomosha qilamiz. Xolos mana to'kilishi. Mana 2 ta 3 ta qo'yib ko'ribdim hozir. Mana to'kilish jarayoni. Shunaqa holatda mana to'kilib turadi. Qay darajada ko'rinibdi endi bilmadim. Endi mana shu holatda mana reaksiyaga kirishib yemlar to'kiladi. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol mana aloqaga chiqaverasizlar mana. To'kilish jarayoni. Tevaga ham, pastga ham mana bundan oldin qo'yganim suvni bulg'alab tashadi. Mana. Shunaqa holatda to'kilib turadi mana. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar.